بسم الله الرحمن الرحيم. الواضح في أصول الفقه للمبتدئين يعني كتابنا devam o'qiymiz. الحكم الثالث الاستحباب. Üçüncü hüküm. Yani teklifi hükümnün üçüncüsü mustahablik. Biz vacib ve haram degan so'zlab bo'ldik. Endi mustahab. Mustahab deganimiz fe'lni talab qilish, ya'ni qilishni talab qilish. Ammo ilzom va qat'iylik yo'li bilan talab qilmasdan talab qilish. ويعبر عنه بالسنة والنفل أو النافلة والفضيلة والرغيبة والتطوع والندب. مستحب يعني سنة، نفلة، نافلة، فضيلة، راغبات يعني qiziqtirilgan ish degandek. تطوع نفل deganga o'xshab qoladi va nadb mandub deb ataladi. ومن علامات المستحب أن يثبت الشرع على فعله ثوابا دون إقاب يلحق المرأة من جراء تركه. Mustahablikning alomati, ya'ni bir ishni mustahab deyish uchun shariat uni qilganga savob, ajr, mukofot isbotlagan bo'lishi, ya'ni ajr beriladi deb kelgan bo'lsa va tark etganlik sababidan, tark etganlik natijasidan kishiga jazo kelmasa, ya'ni jazolanmasa, ya'ni qilgan kishi savobga erishsa, qilmagan kishi jazoga uchramasa, bu mustahablikning alomatlaridan hisoblanadi. Va yadullu shar'u lil mandubati bi umurin minha. Shariat mandub ishlarni bir qancha ishlar bilan ko'rsatadi. Bulardan birinchi, fe'lga targ'ib qilish. Targ'ib qilgan bo'lsa, masalan, bunu hadisga o'xshash: "Xayrukum man ta'allama al-Qur'ana va 'allamahu." Sizlarning yaxshilaringlar Qur'on o'rgangan va Qur'onni o'rgatganlaringlardir. Bu hadisda sizlarning yaxshilaringlar deyish orqali Qur'on o'rganishga va o'rgatishga targ'ib qildi. Demak, Qur'on o'rganish va o'rgatish hukmi mandub bo'ladi. Ikkinchi, zikru savabi alayhi. Fe'lga savob zikr qilish, ya'ni savob berildiganligini tilga olish. Masalan, bunu hadisga o'xshash: kimki Alloh uchun bir masjid soladi ekan, Alloh taolo bu kishiga jannatda bir uy sep beradi. Demak, Alloh uchun masjid bino qilishning savobini zikr qildi. U bo'lsa-mu jannatda Alloh taoloning u kishiga bir uy sep beradiganligi. Demak, Alloh uchun masjid bino qilishning hukmi nima deganda mandub yoki mustahab. Uchinchi, al-amru ma'a qarinatin sarifatin lahu anil wujub. Vojiblikdan qaytiradigan qo'shimcha dalil bilan birga kelgan buyruq. Ya'ni buyruqning asli vojiblikni bildiradi, lekin vojiblikdan qaytiradigan qo'shimcha dalil bil zikr qilingan vaqtda buning hukmi mandub bo'ladi yoki mustahab bo'ladi. Masalan, bunu hadis: Shamdan ilgari 2 rakat namoz o'qinglar. Shamdan ilgari 2 rakat namoz o'qinglar. Undan payg'ambar sallallohu alayhi va sallam xohlagan kishi uchun dedi, ya'ni xohlagan kishi o'qisin. Demak, sallu qablal mag'ribi degan so'zi payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning vojiblikni bildiradi. Al-amru lil wujub deb o'rgandik. Ammo kaynidagi summa qala liman sha'a degan so'zi bu qarin hisoblanadi, ya'ni vojiblikdan qaytiradigan qo'shimcha dalil hisoblanadi. Shuning uchun shamdan ilgari 2 rakat namoz o'qishning hukmi mustahab yoki mandub deymiz. 4. Fi'lun nabiy sallallohu alayhi va sallam lima yutaqarrabu bihi duna dalilin yadullu alal wujubi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning Alloh taologa yaqinchilik qilish uchun, Allohga ibodat qilish uchun qilgan fe'li. Ammo bu fe'lning vojib ekanligiga dalil yo'q, dalil kelmagan. Masalan, kasawmihi yawmal isnayni wal xamis. Dushanba va payshanba kuni ro'za tutishga o'xshash. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam dushanba va payshanba kuni ro'za tutadi, lekin dushanba kuni va payshanba kuni ro'za tutishning farz ekanligiga dalil kelmagan bo'lg'ashqa, dushanba kuni va payshanba kuni ro'za tutishning hukmi mustahab yoki mandub deymiz. Ma yusbatu bihil istihbab. Mustahablik isbotlanadigan dalillar, ya'ni qaysi dalilga tayanib turib fe'lni mustahab deb hukm qilamiz deganda, yara ba'dul fuqaha'i at-tasahula fi isbatil istihbab. Ba'zi faqihshunoslar mustahab amallarni isbotlashda sal qaraydi. Masalan, ular nafllarni, masalan, tasbih namoziga o'xshash nafllarni ojiz hadislar va shunga o'xshagan ojiz hadislar bilan isbotlaydi. والصواب أن الاستحباب كغيره من الأحكام الشرعية لا يثبت إلا بدليل صحيح. To'g'risi, to'g'ri bo'lg'ini mustahab boshqa shar'iy hukmlarga o'xshashlar faqat to'g'ri dalil bilan isbotlanadi. Tatafawutul mustahabbat.
mustahab amallarning farqli bo'lishi. كما تتفاوت كل من الواجبات والمحرمات كذلك تتفاوت المستحبات في تأكدها بعضها أعلى من بعض. واجب va harom ishlar farqli bo'lganidek mustahab amallarmi ta'kidlik bo'lishida farqli bo'ladi. Ba'zilaridan darajasi yuqori bo'ladi. Masalan, nafl namozlar farqli bo'ladi. Masalan, vitr va bomdodning 2 rakat sunnati Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam safar qilmagan muqimlik holatida bo'lsin yoki safar holatida bo'lsin, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam tark etmagan. Mana bu, ya'ni Payg'ambar alayhisalomning vitr namozi bilan bomdodning 2 rakat sunnatini har qanday ahvolda tark etmaganligi bularning qattiq ta'kidlanganligini ko'rsatadi. وهناك سنن رواتب كان صلى الله عليه وسلم يواظب عليها في الحضر ويتركها في السفر فهي سنن مؤكدة. Yana bomdodning 2 rakat sunnatidan boshqa yana peshinning oldidagi 4 rakat sunnat, kaynidagi 2 rakat sunnat, shamning 2 rakat sunnati, xuftaning 2 rakat sunnatiga o'xshash sunnatlar bo'lib, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam muqimlik holatida davomli o'qigan va safar holatida bo'lsa o'qimagan tark etgan. Mana bular ta'kidlangan sunnat. Va hunaka nawafilu zawatu asbab, yana ba'zi sabablar bog'langan nafllar bo'lib, masalan, tahiyyatul masjidga kirgan o'qilgan 2 rakat namoz va hajilar Ka'bani tavob qilib bo'lgandan keyin maqom Ibrohimning kaynida turib o'qiydigan 2 rakat namoz, Ashura kunining ro'zasi va Arafat kunining ro'zasi qatorliqlarga o'xshash. Yuqorqilardan boshqa yana kishi ro'yi ko'tarangi, jonliq tetik bo'lib qolganini qiladigan, qilmasimi gunoh bo'lmaydigan mutlaq nafl ibodatlar bor. Val afdalu liman fa'ala al mustahabbati an yudawima alayha. Eng afzal, eng yaxshi bo'lgani mustahab, mandub ishlarni qilgan kishi uni davomlashtirib qilishidir. Chunki hadisda mundaq kelgan: Kana iza amila amalan asbatahu. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bir amal qilsa, uni davomlashtirib qiladi. Va kana yaqul sallallohu alayhi va sallam. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam yana mundaq deydi: Allohga eng suyimli amal oz bo'lsa-mu davomlashqanidir. Ammo ta'kidlangan sunnatlarni davomli tark etadigan kishi malomat qilinadi. Jamoat namozini butunlay tark etgan kishiga o'xshash bu, ya'ni jamoat namozi sunnat deb qaraydigan olimlarning so'ziga asosan jamoat namozini butunlay tark etgan kishi malomat qilinadi. Yoki sunan ravotiblarni tark etgan kishi. Ya'ni darsning beshida mustahab, mandub degan qilgan kishi ajriga erishadigan, qilmagan kishi gunoh bo'lmaydigan amallarni mustahab, mandub amallar deymiz dedik. Ammo davomli tark etgan kishi malomat qilinadi. Imom Ahmad ibn Hanbaldan shundoq naql qilindiki, rivoyat qilindiki, bu kishi vitr namozini tark etgan kishi haqida innahu rajulusu, u ya'ni vitr namozini tark etgan kishi yomon kishidir degan. Shariat hukmining 4-chisi al-karoha, makruhlik. Makruhlik mustahabning qarshisi bo'lib, makruhlik degan nima deganda, fe'lni qilmaslikni talab qilish, lekin qat'iylik va ilzomlik yo'li bilan emas. Ya'ni haromga o'xshash qat'iy va ilzom tariqasida qilmaysa deb talab qilish emas. Makruhlikning alomatlaridan shariat fe'lni tark etishga savob belgilagan bo'lsa va qilganga jazo belgilangan bo'lsa, bu makruhlikning alomatlaridan bo'ladi. Xuddi buni hadis kelgandek: "Men o'zining haqliq bo'lgan taqdirdim ham talash tortishni tark etgan kishi uchun jannatga bir uy bilan kefil bo'laman." Demak, talash tortishni tark etgan kishiga jannatdagi uy va'da qilindi. Shuning uchun talash tortish qilishning hukmi nima deganda makruh deymiz. Yana ko'pincha vaqtlarda olimlar makruhni halolligi va haromligida shubha tushib qolgan narsalarga ishlatadi. Olimga bu ishning halol yoki harom ekanligi mushkul bo'lib qolgan vaqtida uni makruh deb ifodalaydi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning bunu so'zini ep turib: Halolmi aniq, harommi aniq. Halol bilan haromning o'rtasida shubhalik ishlar bor. Buni ko'pincha kishilar bilmaydi. Kimki shubhalik ishlardan saqlansa, o'zining dinini saqlagan bo'ldi degan hadis. Va yana ular makruhni tarkil avlaga ishlatadi. Ya'ni tark etishi avla bo'lgan ishlarga ishlatadi. Ya'ni tarkul avla degan nima deganda, garchi bu fe'l cheklangan bo'lmasa-mu, ammo uni qilmaslik kuchli bo'lgani. Ya'ni bu fe'lni qilmaslik yaxshi bo'lgani.
كالصلاة بغير آذان ولا إقامة. Azan o'qimay va iqomat o'qimay takbir tushirmaylar namoz o'qishga o'xshash. Makruhlikning dalillari. Shariat makruhlikqa bir qancha ishlar bilan dalil ko'rsatdi. Bulardan birinchi, zikru sababi ala tarkil fi'li ma'a adami dalilin yadullu ala tahrimi kama taqaddam. Yuqorida deyilib o'tgandek, harom ekanligiga dalil bo'lmasa-mu, fe'lni tark etishga savob zikr qilish. İkinci, ennehyu ma'al qarinati sarifati anit tahrim. Bu yerda vujub topib qapti tahrim. Haramlıqdan qaytirdigan qo'shimcha dalil bilan birga kelgan nahi. Masalan, xuftan namozdan keyin paranglashdan cheklashga o'xshash. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam xuftan namozdan keyin paranglashdan cheklagan. Ondan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yana xuftan namozdan keyin boshqalar bilan paranglashgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning paranglashqani chekliginiga birga kelgan qo'shimcha dalil hisoblanadi. Shuning uchun xuftan namozdan keyin paranglashning hukmi harom bo'lmasdan makruh bo'ladi. Uchinchi, makruhlikning alomatlaridan yana fe'lning harom ekanligini ko'rsatadigan dalil yo'qtirib, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu fe'lni o'zi yoqtirmaganlik uchun qilmaganligi tark etganligi. Buni hadisga kelganga o'xshash. Inni la akulu muttakiyan. Men bir narsa yo'linib o'tirib turib tomoq yemayman. Demak, bir narsa yo'linib o'tirib tomoq yeyishning hukmi makruh. Hanafi mazhab olimlari makruhni makruh tahrim, makruh tanzih deb ikkiga bo'ladi. Makruh tahrim degani bu fe'lning makruh ekanligiga keltirgan dalillar, dalil zanni, ya'ni kuchli ko'z qarash. Dalil qat'iy bo'lmasdan dalil zanni. Bularning bu makruh tahrim degani jumhurlarning ko'z qarashidagi haromni ko'rsatadi. Hanafi mazhabdagi makruh tanzih jumhurlarning atalg'usidagi makruh qitang bo'ladi. Shuning uchun Hanafi mazhab atalg'usidagi makruh tahrim deb kelsa, bularni harom deb tushunsak bo'ladi. Bugungi dars mushat tugdi. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.